qo'yadi. Yo, yarimta bolacha sochini oldirgani qo'rqadi. Sochini oldirsa, uydagilar u bolaga qaramaydi, ko'chada qizlar qaramaydi, Instagramda videosini hech kim ko'rmaydi. Shuning uchun po'xo'y naqo'y. Men shunaqa nik qo'yamizda, po'xo'y Aslanboyga ko'z tiqib yuraman. Menga oshib poyibbat naqo'y. Hayolida Aslanboy. Yana bir kun video. Aslanboy kuchlim Teo Timur uyushtirilgan video. Aslanboy kuchlim Teo Timur kuchlim. Конечно, Teo Timur kuchli deb debdi. Aslanboy chiqsa. Aslanboy deyu, jallab qanaqa. Siz gapmaydi. Agar men shu qizlar mana hayotda tasavvur qilinglar, mana hayotda men ketyapman, mana yurib ketyapman, o'sha qiz menga yonimdan kelyapti. Unda ko'zga tushib qoldi deylik, o'sha qiz meni ko'rib qoldi. O'sha o'yla, dedi shunda yerga yotib, qoloq Aslanboy bilan og'ziga optashi. Lekin Instagramda ko'tarilish uchun, hayp ishlash uchun o'g'lagan gapini gapiradi. Gap o'z egalarini topdi degan umiddaman. Men mana sizlarga aytdim, men shu kelajak 1-2 oylik maqsadni YouTube'imni 1 million qilaman. Men jalab o'zicha kimdir, nimadir haypla qiladigan bolalar jalab bir buqlar, o'zbekni ko'tiga sikib yuradigan bolalarga